Assalomu alaykum do'stlar, bizlarda 2 komnatali kvartira sotuvga qo'yilmoqda. Bahası aytamiz, bahası 180 million qatib qolgan baha emas. Kecha g'ana remontdan chiqqan, birinchi etajda joylashgan ajoyib fonskobalar barligi zo'r. Kirgan yerda uzun koridori bor shunday. Joyimiz Taxiatosh rayonida joylashgan, birinchi mikrorayon, dom 27. Ikkinchi kvartira, birinchi etaj, 2 komnatali. Usu glimler qoladi, podarka, lyustralar qoladi, perde qoladi, tag'da usu zimaletani taslab ketgan deyapti. Hozirgi jaz vaqtlarida sizga zimaleta kerak bo'ladi. 180 million qatib qolgan baha emas. Kelamiz, savdolasamiz. Televizonalar islatgan, biroq televizorda olib ketaman deyapti. 2 komnatali, ikkinchi komnata bu yoqda. Usu mebelni biroq olib ketaman deyapti. Tag'da usu shkafni taslab ketadi. Glim perde, su shkaf, zimaleta, lyustralar podarkaga qoladi. Birinchi mikrorayonda joylashgan, Taxiatosh rayon, maktab, bog'cha barligi tubida joylashgan. Kelamiz. Sanuzel, tualet, banya barligi tap-toza, mana ko'ryapsiz. Bahası albatta qatib qolgan baha emas. Mana joyimiz qo'llangan 100% yaxshi materiallardan qo'llangan. Stollar, kuxniy mebellar barligi qoladi. Gazimizni olib ketamiz deyapti. Gazin холодильникda olib ketadi. Qolgan zatning barligi qoladi. Kelamiz, savdolasamiz. Taxiatosh rayoni, birinchi mikrorayon, 27-dom, ikkinchi kvartirada joylashgan. Birinchi etajdagi shunday ajoyib kvartirani ko'rsangiz bo'ladi. Bahası arzon, 180 million qatib qolgan baha emas. Ushbu videoni Taxiatosh rayoni, birinchi mikrorayon, 27-domdan shunday ajoyib 2 komnatali kvartira izlab yurgan jo'ra yo'ldoshlarga jiberib qo'ysangiz bo'ladi. Makler Qoraqalpog'iston kanali tez qana sizning xizmatingizda bizlarni ko'ruvda davom eting.